Shohista Qurbonova hozirgi kunda tarbiyachi sifatida faoliyat olib bormoqda. 2014-yildan buyon 11-maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida faoliyat olib kelmoqdaman. Uning kasb tanlashida onasining yo'l-yo'riqlari muhim o'rin tutgan. Bu sohaga kirib kelishimga sabab birinchi onam bo'lganlar. Chunki onam ham 15-bog'chada bolalar bilan birgalikda faoliyat olib kelganlar. Tarbiyachi ta'lim jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlashga e'tibor qaratib, ularni jarayonga faol jalb etishni tavsiya etadi. Ular ham qiziqib, qanday faoliyat olib bordi ustozingiz, qani bugun nimani o'rganib keldingiz deb ular bilan o'rtada maslahat qilib, hamkorlikni o'rtada yo'lga qo'yilsa, juda ham yaxshi natija beradi deb hisoblayman. Shuningdek, muassasa imkoniyatlaridan samarali foydalanib, turli yutuqlarga erishib kelmoqda. Hamma ustozlarimizga havas qilgan holda oliy ta'lim universitetida o'qishni boshladim va shu 2025-yil o'qishni yakunladim. U hamkasblar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shmoqda. Hamkorligimizni psixolog bilan, jismoniy tarbiya yo'riqchisi bilan, musiqa rahbari bilan, ya'ni yordamchi tarbiyachilarim bilan birgalikda faoliyat olib boramiz. Shohista Qurbonovaning bugungi kundagi faoliyati yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashga xizmat qilmoqda.